Assalomu alaykum. Qo'limni 1, 2, 3 deb shunday qarshilatib, xuddi ertalarda bo'ladigandek sehrlamoqchi edim, nimadir o'xshamay qoldi. Ladno, o'xshamadi. Doimgi qiladigan ishing deb o'zimga sen motivatsiya berdim-da, ishlarimni boshlab yubordim. Oshxonada gazlarimni artib, posudalarimni yuvib, stollar tepalarini artib, podokонlarni artib, такой приятный holatga keltirib oldim-da, ovqat qilishni boshlab yubordim. Друзья, если подписывайтесь bizning kanalimizga, biz juda ham rada bo'lamiz. Rahmat bizni ko'rayotganinglar uchun. Xullas, ilmliq suvga bitta tuxumni solib, tuzni solib, unda aralashtirib, yaxshilab prям такой плотненько testo qilib, uni yaxshilab ishlab turib, ikki bo'lakka bo'lib, bir chekkaga olib, 10 minutga dam olishga jo'natib yubordim. Bu paytgacha xolodilnikdan tovuq go'shtli farshimni olib, unga ham tuzni solib, murchni aralashtirib, такой aromatli farsh qilib, uni ham bir chekkaga olib, uni ham 10 minutga dam olishga jo'natib yubordim. Bu paytgacha 10 minutda dam olib kelgan xamirimni yo'qa qilib yoydim-da, uni to'rtburchak qilib, mayda kubiklik bo'laklarga bo'lib, unga farshlarni solib, mayda qilib, такой шикарный chuchvaralarni chugib oldim. Bu paytgacha bitta pomidorni, bitta lukni yaxshilab maydalab kesib turib, uni skorotkada ko'g'ri tuzlarni qo'shib, pripravlarni qo'shib, aromatli qilib, uni ham pishirib, qopqog'ini bekitib, bir chekkaga olib qo'ydim. Bu paytgacha kastrulimda qaynab chiqqan suvga mayda chuchvaralarimizni solib, такой 10 minutda shunday qilib pishirib oldim. Ularda pishgandan keyin ikkita tarelkaga oldim-da, shunday soldim. Друзья, bunaqa chuchvaralar demabsizlar, bu dunyoga kelmabsizlar degan gapdan bo'ldi. Tepasiga qamlarlarni solib, такой вид такой шикарный. Вот ресторанские блюда в домашних условиях. Друзья, kelinglar, hammaga yoqimli ishtaha.